62 million so'mga bitgan tungi fon ishimizni hozir sizlarga video obzorini qilib beramiz do'stlar. Videoni boshlashdan oldin Erkin tungi fon kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Sababi kun mobaynida sizlarga tungi fonga oid bo'lgan foydali ma'lumotlarni joylab boramiz. Ya'ni tungi fon qanday qadrladi, tungi fon qanday bukiladi, tungi fon narxlari shu haqida batafsil ma'lumotlarni berib o'tamiz do'stlar. Yana bir fayz xonadonimizda biz tungi fonlarimizni o'z yakuniga yetkazganmiz do'stlar. Bu xonadonimiz Andijon viloyati Asaka tumani Mirzobod mahallasida joylashgan. Bu xonadonimizni biz ko'cha shapka qismlarimizni, fasad qismlarini, sokil qismlarini tungi fonlar qilib berdik. Hamda tungi fondan tashqari ko'chada yurib turganlarda besti ta'minotlarimiz o'rnatilgan. Ana endi esa ichkari tomonimizga kirib o'tamiz. Bu xonadonimizning robotxonasi bo'lar. Robotxonamizning ikki bagoy, ya'ni ikki chekkasini ham fasad qismlarini, sokil qismlarini ham tungi fon qilib, hamda patologiyani ham tungi fonlar qilib berdik do'stlar. Hamda bu xonadonimizni ichkari shapka qismlarini ham ko'rib turibsizlar. Ichkari shapka qismlarimizni ham tungi fonlar qilib berganmiz. Hamda ashpek qismlarini ham tungi fonlar qilib o'rab berilgan bir yo'li do'stlar. Hamda ichkari shapkamizga ham besti ta'minotlarimiz o'rnatilgan. Hamda suv tushib turish uchun mana bunday turbalar o'rnatib berilgan do'stlar. Ko'rib turganlardek juda ham go'zal, sifatli, o'ta ham so'nggi dizayndagi high-tech fasondagi tungi fonlarimizdan qilib berganmiz do'stlar. Ana endi qanday ranglardan foydalandik, qanday fason tungi fonlar qilib berdik, shu haqida ma'lumotlarimizni berib o'tamiz aziz do'stlar. Mana ko'cha tomonimizda eng birinchi tepada ko'rsatib o'tamiz. Mokriy matoviy svetdagi tarnovlar o'rnatib berilgan. Hamda undan so'ng oq rangli tungamizdan kazetalarimiz 90 gradusni qat qilib, hamda pastni ko'rib tursa juda ham go'zal neobishniy fasondagi karnizlarimizdan qatirilgan. Lentalariga esa nerjevika rangli tungamizdan foydalanganmiz. Hamda ko'rib turibsizlar, fasadimizdan oq rangli tungamiz, lentalari esa mebel svetdagi, mana bu ko'rib turganlar mebel svetdagi tunga bo'ladi do'stlar. Hamda oq rangli tungamizdan ham foydalanganmiz. Oq rangli tungamizning lentalariga esa mebel svetdagi tungamizdan foydalanganmiz. Ko'rib turibsizlar, juda ham go'zal, dizayniga dizayn, ya'ni ko'rikkiga ko'rik qo'shib turibdi do'stlar fasadimizni. Fasad qismimizni sokilga esa granit svetdagi tungamizdan foydalanganmiz. Bliskisi o'ta ham kuchli ko'rib turganlardek. Tekis qilib ustakalarimiz liniyani bir xilda qilib yuqori ko'ringlar do'stlar, cho'tki qilib terib qo'yilgan. Fasad qismimizni ham liniyani cho'tki qilib, umuman valna qilmasdan tekis qilib terib qo'yilgan do'stlar. Sizlarga ham shunaqa sifatli, juda ham dizayn, so'nggi dizayndagi tungi fonlar kerak bo'lsa, ekranimizda ko'rsatib o'tirgan nomerlarimizga aloqaga chiqib buyurtma qilsanglar ham bo'ladi. Inshaalloh keyingi xonadon sizlarning kam bo'lishi mumkin aziz do'stlar. Ko'rib turganlardek juda ham go'zal bo'lib chiqqan. Ana endi bu xonadonimizga necha pul ketgani haqida batafsil ma'lumotlarimizni berib o'tamiz do'stlar. Bu xonadonimizni ko'cha shapka, fasad, sokil, ichkari robotxona, ikki tomonli bakoydagi fasad, sokil, ichkari shapka qismlarimizni tungi fonning kvadratiga hisoblaganimizda 433 kvadrat tungi fon ishlatdik. Tungi fonimizdan tashqari bu xonadonimizga bestik ta'minotlarimizdan ko'cha shapka, ichkari shapka tomonlarimizga qo'yib berilgan, hamda ichkari shapkamizga ko'rsatib o'tdik. Do'stlar, suv tushib turish uchun turbalar, mana bunday turbalar, ustunkalar qilib berilgan aziz do'stlar. Shunda bu xonadonimizga 62 million so'm atrofida pul ketdi. Tungi fonimizning 1 kvadrat metrini barcha rasullar ichida 140 ming so'm atrofida qilib berdik aziz do'stlar. Sizlarga ham shunaqa sifatli tungi xizmatlar kerak bo'lsa, Erkin tungi fonga murojaat qiling. Erkin tungi fonda ko'p yillik stajga ega bo'lgan tungi fon ustlari o'z ish faoliyatini olib boradi. Ekranimizda ko'rsatib turgan nomerlarimizga aloqaga chiqib buyurtma qilsanglar ham bo'ladi do'stlar. Sizlar Erkin tungi fon kanalini kuzatib bordinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammanglarga ishlarga omad.